Assalamu alaykum. Dünyanın her qaysi joylariga tarqaqlashib, o'ltiraqlashgan aziz Uyg'ur millatim, yaxshimisizlar? Men vatandishinglar Ablajon Leylnaman, Amerikadan so'zlayapman. Aziz vatandoshlarim, bugungi mening so'zlamoqchi bo'lgan temam mushu bir qancha oy ichida bo'libmi, bu yil, ya'ni 2024-yil 9-oyning 23-kuni Uyg'urlar ichida tonilgan, xalqarog'imi bir qadar tonilgan Uyg'ur tashkilotlari ichidagi ko'zi ko'ringan tashkilotlarning biri bo'lgan Dünya Uyg'ur qurultayining oldimizda, ya'ni bu yil oktabrda o'tkazmoqchi bo'lgan saylam va saylam nomzodlari haqidagi e'loni xalqimiz ichida, jumladan mushu tashkilotga bedel puli to'layotgan ve a'zo bo'lib uni qizg'in qo'llayotgan o'zlarining a'zolari tarafidan bu nəhayət qattiq qarshilikqa ve intayin kuchli bes munozara qo'zg'ashga sabab bo'ldi. Albatta, Dünya Uyg'ur qurultayiga o'xshash Amerikadagi bir demokratik davlatning boshqarishida bo'lgan National Endorsement of Democracy, ya'ni xalqaro demokratiya tarqitish fondidan pul olayotgan bundaq bir tashkilotning demokratik saylam prinsiplariga xilof holda hech qanday qarshi nomzodi yo'q holda bir kishining nomzodligini o'ttirg'a qo'yib, uni saylamsiz rais qilib bekitishdek bundaq bir ahvol butkul xalq ichi va bu tashkilotning a'zolari ichida intayin cho'ng g'ulg'ula qo'zg'adi. Balkim bular bir nomzodni ko'rsatib, balkim shu 10-yilda o'tkaziladigan yig'inda o'ttirg'a qo'yishi mumkin. Mayli ular nima ish qilsin, biz izchil, shaxsan men izchil turda ta'kidlab kelayotgan bir muhim nuqta bor. U bo'lsa-mu, Dünya Uyg'ur qurultayi faqat o'zlariga a'zo bo'lgan va o'zlariga a'zolik bedel puli to'lagan kishilar tarafidan saylam olib boradi. Umumiy xalqning ovoz berishining zaruriyati yo'q. Ular uchun shart emas. Uning uchun bu Dünya Uyg'ur qurultayini umumiy Uyg'ur xalqiga vakillik qildi deyish xato, chunki ular umumiy Uyg'ur xalqining ovozi bilan saylangan tashkilot emas. Endi biz bu qitimqi talash tartishlarni tahlil qilib boqaylik. Unda olsa, Dünya Uyg'ur qurultayi izchil turda xalqimizga biz dunyodagi Uyg'urlarning ichidagi eng ilg'or tashkilotmiz. Bizning bu tashkilotimizda rahbarlik benzlarida ishlayotgan ziyolilarimiz, olimlarimiz, Uyg'ur millati ichidagi eng iqtidorli zotlar yig'ilgan bir tashkilotimiz deb jar silayotgan bu Dünya Uyg'ur qurultayining bugungi kunlikda hech qanday bir fanni unvoni yoki ilmiy unvon yoki fanni iqtidoriy saviyasi bo'lmagan bir dinniy zotni, ya'ni bir mollani chiqib hech qanday raqobatsiz o'ziga rais qilishdan iborat bundaq bir harakatni oshkora e'lon qilishi albatta g'ulg'ulaga qo'zg'ash tegishli bir masala. Lekin biz yuqorida o'tirib qo'yganimizdek, mayli ular kimni saylasin yoki saylamasin, bu ularning ishki qismida ilib beriladigan bir xil saylam bo'lganligi uchun u tashkilot umumiy xalqimizga vakillik qilolmaydi. Chunki umumiy xalqimiz unga ovoz bermaganligi uchun. Biz yana bir qitim ta'kidlasak, bu tashkilotning nizomnomasida buning rahbarlik bensisi va raislarini saylab chiqish shu tashkilotga a'zolik bedel puli to'lagan va a'zo bo'lgan kishilar tomonidan ilib beriladi. Unda bo'lgankan, endi bular o'zini ana shunday butkul ziyolilar, eng ilg'or Uyg'ur ziyolilari yig'ilgan birdan bir intayin kuchli bir tashkilotmiz degan bu tashkilotga hayron qoldigan yerimiz shuki, qani buning ziyolilari, qani buning xalqimizga namoyon qilayotgan, to'xtamay og'iltayotgan eng iqtidorli ziyolilari, olimlari. Nima uchun ular o'zlarini bu qitim saylamga nomzod qilib ko'rsatmaydi? Bular o'zligidan o'zini nomzod qilib ko'rsatmadimi? Yoki bularning nomzod bo'lib ko'rsatishini to'sgan bir kuch bormi? Agar u kuch bo'lsa, bu kuch qaysi kuch? Ishonimizki, bu yerda intayin cho'ng bir kuch bor. Bo'lmasa bularning ichidagi haliqi xalqimizga to'xtamay jar silib e'lon qilayotgan eng aktiv, eng aqlli, eng yuqori saviyalik ziyolilardan birasi bo'lsa chiqib o'zining nomzodligini ko'rsatgan bo'lsa bo'ladi. Men buning uchun bunday bir misolni deyish orqali men buni tushuntirib o'tay. Dünya Uyg'ur qurultayi mayli u kim rais olsun, mollam bo'lsin, ayol olsun, qiz olsun, ziyoli olsun,
ticaretçi olsun, kim onun reisi oluştan qat'i nazar bu ular üçün mühim emas. Nimiş qundaq deysanglar? Çünkü bu Dünya Uyghur Qurultayı hech qachon o'z oldiga bir prinsiplarni bekitib, shu bo'yicha ish qiladigan bir mustaqil tashkilot emas. U Amerikaga o'xshash bir demokratik davlat va uning fondi National Endorsement of Democracy yuqorida biz degan xalqaro demokratiyalashtirish tashkilot fondining pulini olgan bo'lg'achqa, bularning kundalik harakatlari va buningdan keyin ilib boradigan faoliyatlari, ana shunday reislarini va boshqa rahbarlarni saylash huquqlari, her jihatdagi ahvollari ana shu pul bergan tarafdan cheklandi, belgilandi, bekitildi ve yetaklab mengildi. Ben bunu qisqa bir misoldan tushuntirib o'tay. Amerikada bir qancha qitim aroq ichgan yoki zaharlik chekimlik chekib mashinada tutilib qolgan shaxslarga Amerikaning qonun sohalari bundaq odamlarning faqat oilasini, bolalarini beqish uchunla ishi bilan uyiga boradigan orliq qilib mashina haydashga ruxsat qildi. Boshqa yoqlarga mashina haydashga ruxsat qilmaydi. Undaq bo'lsa bular boshqa yoqga mashina haydab kelsa qanday kontrol qildi? Bularning aşı belirlengen uyi bilan aşı işığı bağıcı arlıqdaki yoldan çetlep gidip başka bir yolga, başka bir seferge mangınını köygen haman şu işkandakiler bir günü besip şu maşinini derhal kitpağa yerde üçürüp koyalaydı. Gerçi o kişinin kolda aç kuşu bolsun mu? Şu maşinini özü tavagan bolsun mu? Şu maşinin özünün bolsun mu? Lekin onu başkurduğun kontrol hukukunu şu kanun uğruna kolu ağalık için onu xalagan o'rinda to'xtatib qo'ydi. Yoki her bir saatte yoki bir qancha soatlardan keyin bir qitim shu mashinaning ichida o'tirib bir pudaydigan bir asbob bor. Uningga pudab, uning badanidagi shu alkohol, ya'ni zaharlik chekimliklar, ichimliklarning nisbatini o'lchaydigan bir mashinani shu mashinaning ichiga bekitib qo'ygan bo'lg'achqa, ular shuni degan vaqtda pudamasa, u mashina yana o'zligidan o'chib qoladi. Demak, bu maşinni kontrol kılavatkan eşu kanuni organlardaki kişiler işhanısında oturup bu maşinni xalaganda mağdırıp, xalaganda üçürüp koyalığını dek Dünya Uyghur Qurultayı mı en okşaydıgan bir maşin. Bu maşin işte karmakka Uygurlarının sahilleri, Uygurlarının bayrakları, Uygurlar oturup bu maşinni heydavatkan dek görünsün mü? Lekin o maşinni bana muşundak toktatkısı kelgen çağda xalagancı toktup koyduğun, yak iştik mağdırıp, astı mağdırdıgan. Bu hukuk bularning qo'lida emas. Uning uchun biz Dünya Uyghur Qurultayıga kimning reis bo'lishini talashganimizning zaruriyati yo'q. Bu yerdagi muhim masala bu buzuq mashinaning motorini o'zgartmagimiz lozim. Agar bu mashinani harakatlantirgan motor buzuq bo'lsa yoki motorda chatoq bo'lsa, uning shoferi kim bo'lishidan qat'iy nazar u har vaqt yo'lda qoladi. U cho'qim bir vaqtlarda yo'lda qoladi. Bizning demoqchi o'g'limiz bu. U deganlik biz Dünya Uyghur Qurultayını butunlay amaldan qoldirish, ularning tashqi dunyoda elib berayotgan harakat faoliyatlarini biroq inkor qilish deganlikmi? Yo'q. Bizga Dünya Uyghur Qurultayıga o'xshash mana shunday kishilik huquq faoliyatlarini izchil ilib boradigan, xalqimizning kundalik ahvolini xalqaroga anglitadigan, davlatlarning ishiklarini chekib, ularning yordamini so'raydigan bunday bir tashkilotga ehtiyojimiz bor. Chunki tashqi dunyoda Xitoy bilan va Xitoyga o'xshash davlatlar bilan quruqda birga turish shartnomasiga imzo qo'ygan Amerikaga o'xshash davlatlar hech qanday bir davlatning ishiga bevosita aralasholmaydi. Bo'libmi Uyg'urlarning mustaqillik masalasini ular bevosita ko'tarib chiqmaydi yoki bevosita qo'llamaydi. U deganlik cho't qo'llamaydi deganlik emas. Vaqti kelgan chaqda mana shu hozir kishilik huquqni qo'llayotgan shu Amerikaga o'xshash davlatlar Xitoyga qarshi bizning qurolliq kurash va inqilob qilishimizni qo'llaydi. Xuddi bugun Ukrainaga qurol yaroq berib, Rossiya bilan urushtirayotgandek. Aziz vatandoshlarim, biz nayt sagat bo'lmog'imiz lozim. Biz xalqaro vaziyatlarni biz kundalik siyosiy ahvollarga qarab o'rganmagimiz lozim va o'zimizning siyosiy da'volarimizga tatbiq qilmog'imiz lozim. Shu chog'da biz siyosatga kirgan bo'lamiz. Ammo Uyg'urlar siyosatga kirish uchun men ilgari bunday bir yakınını oturup koydum. Uygurlarning davası hech qachon siyosiy dava emas. U faqat haq talab davası. Deb oturup koysam ko'p degan savollar tushdi. Nima uchun undaq deydi deb. Chunki bir siyoset elib berish uchun chuqur bizning hokimiyatimiz, hukumatimiz, zaminimiz, bizning bir muntizim bir
sistemimiz bulmağı lazım. Şu çağda biz bu halkaralık siyasetlerin içi kiralagan bo'lamiz. Onun için Uygurlar qanday qilib bu bizningki davalarımızda buna dikin resmi inqilab kurash ve siyasi davaga aylantıra olaymiz? Bunun birli yolu var. O bo'lsa xalqaro demokratik saylanlarga mos holda keng Uygurlarning diasporadagi Uygurlarning bir tal deb bilet tashlash orqali bir merkezi hükümetinin reisini saylab chiqib ve şu arkalık bir merkezi hükümetini kanunluk tiklep çıkış arkalıkla biz resmi xalqaro siyasetlerinin içine kirelaymiz. Uygurlar bir millet sütüdü bir tal din belet taşlap. Yani aşındak bir merkezi hükümeti kurup çıkarlagan çıkı da bunu tekşirip atkan, güzütüp atkan xalqaro devletler mi? Bunu resmi Uygurların bir merkezi hükümeti sütüdü kubul kılıp onun bilen xalqaroda diplomatik münasebetler, türlük resolution şartnamalarga imza koyuş ve kilişimlerini özara kiliş okşaş faaliyetlerine resmi kanunluk katlaştırdı. Şundan kıkaçıkımızda biz resmi siyasetten içi kirgen bolamiz. Ondan desek nurgun kişilerimiz menenden sual soraydı. Biz yepyeni bir merkezi hükümet kurguça muşu dünya Uygur kurultayını yoki hazırki mevcut Şarkı Türkistan sürgün hükümetlerinin içinden birini tallap çıkıplam şunu yükseldirip sen degen maksat geçsek bulmamdı dedi. Yok. Bulmaydı. Sebebi Dünya Uygur Kurultayı biz yukarıda degendek fakat özünün azaları ve azalık bedel pulu töleyen kişiler bilenlam saylam elip bardıgan boğaşka. Ve yukarıda biz misal keltürgen heliki maşinini gerçi sizden maşininiz bulup özünüz heda atkan maşinini mi vakti gelse aşı kanun organlarının toqtip koyalığını dek bu maşine halagan vakitte halagan bir güç tarafından toqtip koyuldu. Onun için bulmaydı. Hem bu halkımızdan bir tal avaz taşışı bilen saylangan rehber ve şu rehberler arkalı kurulgan teşkilat bulmaganlık için onun halkı çıkıp umumi milletke vekillik kılış iktidarı hem bulmaydı. Onda olsa hazırki mevcut Şarkı Türkistan sürgünde hükümetler için bulamı halkımızdan taynagan, çetligen halda bir kanç top kişiler 10-15-20 adamlar bir yere toplanıp öz aldığı birden hükümetini kurup bugün taşkı dünyadaki Şarkı Türkistan sürgünde hükümetinden 5-6'nı mevcut kılıp ottadı. Bunların içinden birini tallap çıkıp şunu güçlendiriş ki bulam da yok. Onda kılıç için bulamı hazırki vazifelerden istifa verip bizden bu şu merkezi hükümet kuruştan ibaret bu gayemizge avaz koşuşu ve özlem namzatlığını bizge beriş gerek. Şunda kıcada halkımız bulanı sayılsın. Meyli er olsun, ayalı olsun, bay olsun, kembegal olsun. He? Kim bu işten katiye nazar yaşı olsun, kayra olsun. Milletimiz kimle kalırsa şunu saylaş arkalık bir merkezi hükümetini halkımızdan bir tal belit arkalık saylap çıkışımız gerek. Şunda kıcacığımızda biz taşkı kuşlarının tesirinin müstesna halda biz öz aldığımızda müstakil faaliyet ile baralayız. Hazırki dek yani aşındak siz halamam bir teşkilatka halagan bir adamni bir talla vekil kılıp namzat kılıp oturup çıkıdığan halaganca bu teşkilatlarını elip bardıgan hareketlerinin oldunu alalayımız. Özümüz kurgan bir millet sütüde özümüz kurup xalqaraga tonutkan bu merkezi hükümetimizni kolga keltireligen çıkımızda andın biz xalqarada resmi bir millet sütüde birlik ittifaqlık bilen xalqimiz aqı tutugan ve kollagan bunun iktisadi, manevi cihetlerden kollap kelayotgan bundaq bir merkezi hükümetini berpa kılalıgan çıkımızda andın biz xalqarалық siyasetlerge resmi şekilde aralashib milletimizden zimin, haqtilab, mustaqillik davasıga to'liq vakillik qılalaymiz. Ve xalqimiz xalaganchigida o'zi saylagan bu kişilerini ep qalalaydi, öz muddati ichida yoki bular xalqimizga bergan va'dasi bo'yicha ish qilinmaganchigida xalqimiz o'rtaq saylam orqali bularni ep tashib o'tadi. Meyli mollamni qo'ysin, ziyolini qo'ysin, ayolni qo'ysin, erni qo'ysin. Xalqimiz kimni tanlasa, uni qo'ydi. Onun için bizden tavsiyemiz muşu ketim bizden Uygur'istan vakitlik hükümeti izchil türde teşvik kılatkan Uygurlardan taşkı dünyada bir taldan bilet taşıyaş arkalık bir reisini tiklep çıkıp şu arkalık bir merkezi hükümeti kuruşunu ibaret. Bunda halkımız özü saylap, özü bekitip, özü arkası oturup, özü kollaydıgan bundaq bir engüşlerini ciddi kolga almamız lazım. Eğer undaq olmasa biz bana muşunun okşaydıgan xalqimizning irodasiga xilof holdagi saylamlarga davomli uchrab turamiz va uni hech qanday qilib o'zgartirmaymiz. Shu munosabat bilan hammangizlarga Allohning go'zal salomlari olsun.
Allah bundan keyingi işlerimizde yar ve yardımcımız olsun. Köpçülük rahmet.